Tamom massajlarini buni. Endi siz spaga yoki da bo'lmasa boshqa massajni joylarga borishingiz shart emas. Sababi bu avtomobilda massaj barcha funksiyalari mavjud. Albatta siz bilan bugun RS8. Assalomu alaykum barchaga. Bugun Jack RS8 avtomobil haqida sizlar bilan gaplashmoqchimiz. Xo'p, bizda Jack RS8 avtomobilimizning bitta tashqi dizaynlari bilan tanishtirib o'tsam, ko'rib turibsiz. Bu avtomobilimiz xo'p, ko'rinishidan 80 ming yoki 90 ming dollar avtomobilga o'xshashi mumkin. Yo'q, bu avtomobilimiz dollarda 30,5 ming dollar atrofida to'g'ri kelishi mumkin hozirgi kunda. Va naqdga pichsangiz 423 million bilan avtomobilimiz shu yerdan olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Va 30% lik boshlang'ich to'lovlar bilan avtokreditlarimiz ham mavjud. Xo'p, avtomobilimizni bir xarakteristikalar bilan tanishtirib o'tsam, kapot ostida naqd 2 turbina dvigatel joylashgan. Xo'p, ot kuchiga keladigan bo'lsa 250 ta ot kuchi. Avtomobilimiz mana ko'rib turibsiz. Polni kamera, sensorli datchiklar, ya'ni ba'zi avtomobillarda 360 kamera. Yo'q, bu avtomobilda 540 kamera, ya'ni gradus kamera. Xo'p, diskalari zavodskoy, avtomobil rangini ham ko'rib turibsiz. Rangiga keladigan bo'lsak, tunda qorayadi, kunduzi yanada bundan ocharadi. Xo'p, bitta salon qismini ko'rsatsak, asosiy joyi mana shu yerda avtomobilning. Nima uchun bunaqa deyapman? Sababi bu yerda orqada ko'rib turibsiz, sidinalarimizda podogref, abogref, xo'p, massaj hammasi atamankalarni aytmaysizmi uni? Mana qarang. Atamankalar bitta chiqib ko'rsataymi? Buni qarang. Voy. Xo'p. Chiqqanimda hayajon bo'syapti. Nimagadir bu avtomobil? Nimaga? Bu avtomobil turishidan qimmatga o'xshaydi. Lekin 33,5 ming dollarga, ya'ni 423 millionga bunday avtomobilni olib, xohlasangiz biznesingizga mana bu yerga notebooklar qo'yib olib, ishlab ketsangiz bo'ladi. Yoki-da onaxon, otaxonlarga shunday olib qo'ysangiz bo'ladi. Uzoq sayohatlarga yoki-da turistik firmangiz bo'lsa, Samarqand, Buxoro, Andijon, boshqa Xorazm, Xiva hammasiga qatnashsangiz bo'ladi. Bu yoqqa biznes klass qo'yib turib, turistlarni shahar olib yursangiz bo'ladi. Qarang, bitta narsani aytib o'taman. Agar onaxoningiz bo'ladigan bo'lsa, yoshi kattaroq otaxon bo'ladigan bo'lsa, hassasi bilan kelsa, mana bu knopka bor-ku, hassasini bitta tek qilsa, mana shuni o'zi ochib bekitadi. Yana bunga yana qo'shimcha 4 pilusi bor, qarang. Mana bu ruchkani bunday qilsa o'zi ochiladi. Keyinchalik xo'p, mana chiqdiga. Mana bu yerda ham mana ochib bekitsa bo'ladi. Xo'p, yana barimizda ham bundan tashqari ochib bekitsangiz bo'ladi. Bu albatta siz uchun albatta qulaylik va komfort. Ko'rib turibsiz, kattagina panoramli tom. Bu yerdan buni ochib bekitsangiz bo'ladi. Xo'p, klimat kontrol barchasi mujassam albatta siz uchun. Xo'p, podstakanliklarimiz mana ko'rib turibsiz. Albatta bu siz uchun. Orqadagi qatorimiz detskiy emas. Orqani yana bitta ko'rsatib o'tamiz. Qatorlarimizda Type-C portlarimiz, shunga o'xshash podstakanliklarimiz va vishilkalarimizgacha bor. Albatta bu ham biznes, ham sayohat, ham oilaviy minivan hisoblanadi. Bitta siz uchun haydovchi bo'lsangiz, ya'ni o'zingiz uchun olsangiz, siz uchun bitta narsani aytib o'taman. Rulimiz juda ham yumshoq. Mana bitta yurgizib ko'rsatay sizlarga. Buni qarang. Bitta barmoqda boshqarsangiz bo'ladi. Monitorlarimiz ko'rib turibsiz. Polni avtomobilimiz podsvetka. Yana bitta bunda plusini aytib o'taman. Lidarimiz bor, o'zini video registratorimiz bor. Xo'p, sizga plus qo'shimchasiga tepada mana lukimiz ham bor. Lukimizni bitta ochib ko'rsatsak. Hop. Ya. Ochilmayapti bu. Endi boshqaramabman. Bu yerda mana ko'rib turibsiz, kameralarimiz boshqarishingiz mumkin. Bu yerdagina kattagina mana barimiz. Xo'p, avtohol, elektronniy ruchnoy, skorsimizni ko'rib turibsiz, qanaqa chiroyliligini. Juda ham chiroyli ishlangan, podstakanlik. Xo'p, bu yerda besprovodniy zaryadnik. Ko'rib turibsiz, deflektorlarimizni, salonimiz polni kojinniy, ya'ni eko koja bilan ishlangan. Xo'p, sirenalarimiz bu yerdan legrifika qilsangiz bo'ladi.
Mana. Mana qarang. Tushirib chiqarish ham barchasi elektronniy. Keyin yana bitta narsani ko'rsatib o'tmoqchiman sizlarga. Buni ichki funksiyasini qancha aytsam juda ham ko'p maqtanayotib turgandek bo'lishi mumkin. Qarang, bitta farasini ko'rsatib o'taylik sizga. Mana qarang. Faralari boshqa dunyo. Oldidan agressiv rishotkalar bilan, ya'ni o'sha aytganimdek 70 ming, 80 ming dollarlik avtomobilga o'xshab turibdi. Lekin bu Jack brendi albatta yo'li nima deydi? Mijozlarimizni ham nima deydi? Qissasi, ya'ni cho'ntagi ham ularning komfortligini albatta o'ylaydi. Yana bitta orqasini ko'rsatib o'tsak, hop. Orqa faralarimiz ham mana polniy avtomobilimiz LED. Endi buni aytish shart emas. Buni qarang. Elektronniy, polniy. Hop, bu yerda mana Damkrat yoki znak polniy nimalarimiz mavjud. Pastda zapaskamiz bor. Mana bularni qarang. Bu o'sha, ya'ni detskiy qator deb turaveraylik. Buni ham polniy yig'ishtirsangiz bo'ladi. Kattagina joy bo'ladi. Buni oplashib, sayohatlarga, misol 4 kishi kelsangiz ham bo'ladi. Juda ham qulay. Hop, bu avtomobilimizni narxiga yokida kreditlariga keladigan bo'lsa, bir o'shan tushuntirib o'tsam, narxi 423 million. Avtokreditlarimiz ham mavjud. Boshlanish 30% to'lov qilsa, avtomobilimiz yana 2-3 soatda olib chiqib ketishi mumkin. Yana bonuslarimiz ham mavjud bundan tashqari. Bonuslar ham chiroyli qilib beramiz albatta. Mehr ko'zi, kelavering, bonuslarni chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa, savollar bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing. Manzilimizni tushuntirib o'taman. Jack Motors Farg'ona filiali. Xo'p, to'g'rimizda Registon o'quv markazi. Bu chorrahaning bu tarafi Tantana hotel, ya'ni Tantana mehmonxonasi. Xo'p, yanada tushunarliroq qilib aytish uchun sizlarga Telegramdan lokatsiyalar tashlab beramiz uzoq viloyatdan keluvchilar uchun. Shuning uchun pastdagi nomerlarga birinchi aloqaga chiqing. Hammangizni kutib olamiz. Sizlar bilan bugun Jack Motors Farg'ona filiali menejeri Jumboyev Hojimurod. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.